Uyimizni balandligi. Bu eski planirovka 2 etajli qavatli, 2 etajli domda, 2-etajda turibmiz. Bilasizlar, Kirgilida o'zi bunaqa uylar. Hali hozir qat bu kanichkada biz o'zi asli kanichkada baland. Juda ham qarab turibsiz, patologlar visokovoltniy и tem bo'lib hammom отдельный mana. Tualet отдельный. Bu ham balandligi zo'r. Narxi 25 ming. Mana unda yarmini o'zi mana bitta xona, mana tomon balkon bo'lganmi bilmayman, spalniyda olib chiqib yuborishibdi. Kengligini ko'ryapsizlar. Spalniyda oldida bemalol bu yerda ovqatlanib, televizorini ko'rib, bemalol yashasa bo'ladigan holatda. Kirpishni bo'lishi kerak, adashmasam. Taxtapol. Samiglanli. Mana hop. Oshxonani nari tomonga olib chiqib yuboribdilar. Oshxonani ham ko'rsatishingiz mumkin. Oshxonaga o'tgungacha yana perexod bor. Mana yerda joyimiz bor ekan. Battan ham unumli foydalanilgan. Keyinchalik mashetni o'zini ham bir shkaf qilib, kladobka qilib, nimalardir qilib chiroyli qilsa bo'ladi. Narxi 25 mingga stoyid. Farg'ona shahar Kirgilida Kanichkada biz. Kanichkada melisaxonani oldida. Past raqamli telefon qilsalaring baraka qilamiz. Mana shunaqa chiroyli uy so'ragan, tanish bilish bo'lsa tashlab qo'yamiz. Podpiska, like esdan chiqmasin. Pastda raqam qoldiramiz. Telefon qilsalaring biz sizlardan xizmat olmaymiz. Maklerskiy xizmatimiz bor o'zi asli. Biz sotuvchidan olamiz. Oluvchidan xizmat olinmaydi. O'shuning uchun cho'chimasdan telefon qilavering. Sizga xizmat ko'rsatishimiz bepul. Sog' bo'ling.